Assalomu alaykum, skuter uskanning muxlislari, hurmatli obunachilar. Birinchi bo'lib shikolat joyidan boshlab videoni kadrda ushlashim uchun aynan bunaqangi veloskuterlarimiz kelgan. Veloskuter, ya'ni kalit yoqamiz. Uzr. Bu yerda hayajonlanib ketdim dedi. Mettezamiz, hamda mettezamiz, hamda buni esganimizda ana. Texnologiya. Bak, tepsalari velosipeddan yengil hamda elektrga qo'shsalarning velosipeddan ancha tez, ya'ni skuter tezligiga chiqarsa bo'ladi. Egani tayyor amortizatorlari bor. Bitta skorost, 7 ta skorost, alyumin pedal, 26 diametrga ega balon. Zaryadchiga o'zidan qanotlari chiqadi. Mani bo'yim 176 sm, mani bo'yimga hamda bu velosiped o'ta chiroyli tushadi. Motorlariga 1 yil garantiyalarini beramiz. Shestinalariga garantiyalari bor. Ertaga buzilib qolsa, zapchastlar o'zimizda topiladi. Tillamasa chiqib ketdi. Kommentariyaga yozsalaring bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari o'chiraylik. Yangilangan model mana. Eng so'nggi piska 2025. Xo'p, aprelda yangilangan modeli, old-orqa jitqis tormozli, 3 ta skorost, oyoq qo'yadigan dugalariga ega. Mana bu yerda dugalari bor. Undan tashqari NFC kartalari bor, asosiy kalitlari bor. Mana NFC kartalari maksimal tezligi 60 ga chiqargan, tugamayapti janob. Odatdagi skuterlardan ko'ra razgon olishi sekinroq ekan. Shunisiga ahamiyat berdim. Xo'p, undan tashqari NFC kartalari, NFC kartasi masofadan boshqarish pult va kaliti, ya'ni bunaqangi narsalar bor. Qulf tezlik. Voy. Takkacha bo'lar ekan mana. Uji mana buni yetalab olmaydi. Balonni videoga olinib keyin kadrga. Balonni qo'ying, balon. Ko'ryapsiz qorayishini? Ular bo'ldi, brat, men siz tushundim. Qani yana qulayliklari. Tormozni bossa qizillanib yonar ekan, vashi zo'r. Orqa bachoy, palotliklar originaldan, amortizatorlar vashi mo'shisidan qo'yilgan ekan. Skuterimizning narxi menimcha bu modelimiz $450, $500 hamda $550 modellari sotuvda bor. Ana video ko'rgan paytda men kasal bo'lib qolaman-da, shunaqa ko'z to'yib qoladi kerak. Xo'p, undan tashqari 28 xoch tog'alar skuteri mana oldi tortadi. Bu modelimiz o'ta, masalan, qanaqa desak bo'ladi? Biz tilda aytganda eng xadavoy skuter hamda velosiped. Masalan, odatdagi skuterlardan kuniga bitta sotilmasa ham, 2 ta sotilsa, bu skuterdan aynan kuniga bitta sotiladi. Xudoga shukr. 28 o'lchamga ega litioniy akkumulyator 36 volt 10 amper tashkil qiladi. Yurish masofasi 30 km dan 60 km tashkil qiladi. 3 ta skorosti, orqa apparatniki bor, oyoq tormoz yo'q, qo'lda tormoz, oldi tortadi. Shester yo'nkali motor apparatlardan ishlatilgan. Garantiyali holatida olsalarning narxi $370, motoriga 1 yil garantiya beramiz. Bundan tashqari alyuminiy plastmassaviy qanotlardan qo'yilgan alyuminiy pedal hamda original rama. Xo'p, undan tashqari yo'l tanlamas modellarimiz $300, Tesla modellarimiz $330, Tesla modellarimiz $350, $330, $370, 3 xil modeli bor. Bundan tashqari bu modellarimiz $500 tashkil qiladi. Birini odamlarga qarang. Undan tashqari dugali modellarimiz bor. Bu modellarimiz 6 akkumulyatorda qo'yilgan. Bu narxlarini esa $550 dan sotuvga chiqarganmiz. Veloskuterlarimiz esa $300 dan $350 gacha 5-6 xil modellari sotuvda mavjud. Undan tashqari kama velosipedchalarimiz bor. Bunaqangi $250, bunaqalar sotuvda bor.
Xo'p, buni rolidan hamda egaridan egarlari pasayadi, taklanadigan holatda bo'ladi. Keyin xo'p. Bezelli skuter so'ragan mijozlarimiz uchun bezelli tanka skuterlarimiz bor. Tankani Redline modeli. Bu modelimiz $850 sotuvga chiqqan mana. Oldagina 150 kubali motor Redline diskalarda. Bundan tashqari mana bu yerda Nexia modellarimiz $150 dan, cho'nta modellarimiz $250, $270, $280 dan sotuvga keladi. Bemalol skuteringizdan skuter xarid qilsangiz bo'ladi. Yangi modellarimiz kelgan, sog' bo'linglar.